Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel 360 ga balandlik 260 li joy ichki qismiga mana shu yangi servantni ishlatib o'ramiz. Servant, shkaf hamma narsasi bor. Ichki qismiga ishlab ketadi. Fasad qismini biz yangidan olib kelib tayyorlaymiz. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Devor mebelimizni korpusi tayyor bo'ldi. Bir taraf garderob, o'rta polka, bu chekkasi ham polka. Ichki qismiga 100% o'zlarining eskilarini keragidan ham ko'proq ishlatganmiz. Orqa qismdagi DP'lar ham o'zlari eskisini yetgan joygacha ishlatdik. Yana uylarda bor ekan, qo'shimchasiga yana olib keldilar. Mana shu holatda ishlatib berildi. O'sha polkalar bir-biriga ulab tashalgan. Eski mebellar borlar, ichiga qancha topsalarini ishlataveramiz. Fasad qismiga baribir yangi qilish kerak. Ko'pchilik o'sha videoni boshidagidek shkafni ko'rsatib, mana shundan bo'lsin deyishadi. O'sha shkafdan mana shu narsa qoldi hali. Arzimagan o'sha ingichka detallar bo'lgani uchun qolib ketdi. Kattaroq narsa bo'lganda ishlatib o'rardik. Xullas, ichiga kirib ketadi o'shancha katta narsa. Tayyor bo'lib qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Mebelimiz tayyor bo'ldi. Razmerimiz 360 ga 260 li joy. Ankor laminat fasad qismi, ichki qismi mana shu videoni boshlayotganimizda eski mebellardan foydalanilgan. Ichki qismiga umuman yangi displey ishlatilmagan. Faqat o'zlarining ishlagan. Endi chekkamiz garderob. Qo'shimchalarimiz vakuumli, qora turbali ruchkalar. Xo'p, 4 million so'mga mana shu holatda tayyor bo'ldi. O'zlarining eskilari ham ishlab ketganidan keyin 4 million so'm ketdi. Qanaqa chiqdi? Fikr mulohazalari kommentariyada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar.